Sizni jigaringiz uchun eng zararli mahsulotlar. Buni bilib qo'yishingiz kerak. Birinchisi fast foodlar. Fast foodlarda ortiqcha yog' va tuzlarning ko'pligini hisobiga jigarda yog' to'planishiga olib keladi. Ikkinchi mahsulot gazli va shirin ichimliklar. Bu mahsulotlarning tarkibida shakar ko'pligi bo'lgani uchun u ham borib jigarda yog' to'planishiga olib keladi. Uchinchi mahsulot qovurilgan ovqatlar. Bu mahsulotlar hazm bo'lishi qiyinligini hisobiga jigarga og'irlik qiladi hamda organizmda zararli moddalar to'planadi. To'rtinchi mahsulotimiz shirinliklar. Insulin buzilishiga olib keladi, jigar faoliyatini yomonlashtiradi. Beshinchi mahsulotimiz kolbasa va qayta ishlangan go'shtlar. Bular eng zararli mahsulotlardan biri hisoblanib, buni natijasida toksik moddalar yig'ilishiga olib keladi jigarda hamda tarkibidagi ximikatlar jigarga juda kuchli kanserogen ta'sir qilishi mumkin. Bu mahsulotlarni iloji boricha kamaytiring, jigaringizni saqlang. Bu videoni tanishlaringizga ham jo'natib qo'ying, ular ham eng zararli mahsulotlar nimaligini bilib olishsin.